Kechaga qo'ygan postimizda chiska muolajasini endi uyda qilamiz degan videoyimga juda ham ko'p kommentariyalar va direktdan juda ham ko'p savollar kelib tushdi. Opa, meni yuzim ta'sirchan, juda ham quruq. Shu muolajani men boshlasam bo'ladimi degan savollarga to'xtalib o'tamiz. Aziz ayollar, har bir ayolning yuzi individual tanlanadi. Demak, men sizlarga chiska protsedurasini o'rgatdimmi? Bu holatingizga qarab turib ishlanadi. Men faqatgina yog'li, qo'ralarida qora tochkalari juda ham ko'p chiqadigan, terisi juda ham yog'lanish ishlab chiqaradigan yuzlar uchun bu chiska muolajasi o'rgatilindi. Quruq yuzlar, ta'sirchan yuzlarni chiskalari boshqacha bo'ladi. Agar sizni ham yuzingiz quruq bo'lsa, demak, hozir sizlarga quruq yuzlar uchun chiskani o'rgatib o'taman. Birinchi o'rinda umuvalka, doktor Kapuni umuvalkasi bu. Bemalol zakaz qilib xohlagan insoningizdan olsangiz bo'ladi. Uyingizda обязательно turishi shart. Umuvalka 2 mahal yuzsangiz ham quritib yubormaydi. Quruq yuzlar uchun olishingiz kerak bo'ladi. Обязательно toner. Men hozir periks qo'yib qo'yganman. Bu periks eslab qolinglar. Quruq yuzlar uchun, chuvsvetilniy yuzlar uchun mumkin emas. Chiskani biz bitta patsientga har kuni yoki har haftada qilmaymiz. Yog'li yuzlarni chiskasi, ya'ni 15 kunda bir qilinadi. Quruq yuzlar esa 2 oyda bir qilinadi. Shuni eslab qolinglar. Agar sizni yuzingizda qora tochkalar chiqish qiyin bo'lsa, qora tochkalaringiz juda ham kam bo'lsa, yuzingizga ortiqcha travma berishingiz kerak emas. Albatta aytib o'tganingdek, sterilniy bint bilan o'zini sekin travmasiz, qiynamasdan turib siqib tozalab turib, ana undan keyin enzimni qo'yasiz. Enzimni bundan oldingi postda tayyorlab ko'rsatilgan qilib ko'rsanglar bo'ladi. Enzimka qilasiz va enzimka turadi sizni yuzingizda 5 minutdan 7 minutgacha, ortiq ushlamanglar. Va xohlanglar домашний naboringlarga домашний piling qo'yib qo'ying. Mana shu enzimli pudrani o'zi sizni yuzingizni qo'ralarini qisqartirib, домашний piling vazifasini bajarib beradi. Va albatta o'zingiz yaxshi ko'rgan krem namlantirasiz va SPF surib olasiz. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Qizlar, quruq yuzlar, uy sharoitida siz chiska qildingiz, tozaladingiz, albatta 2 kun хотя бы kechqurungi bepantin krem surishingiz shart. Yog'li yuzlar emas, faqatgina quruq yuzlar, chuvsvetilniy, rozatsiyali yuzlar albatta bepantin kremdan foydalanish kerak bo'ladi. Buni faqatgina siz 2 oyda bir amalga oshirishingiz kerak. Agar teringiz quruq bo'lyapti, lekin qora tochkalaringiz bo'lmasa, chiska muolajasi umuman kerak emas sizlarga. Qilib o'tirmanglar, faqatgina umuvalka, tonerda yaxshilab tozalab turinglar, enzimli pudra qilinglar, siqishni hojati yo'q. Aziz opa-singillar, agar siz videodan to'liq ma'lumot olmasangiz, chiska protsedurasini qilishni amalga oshira olmayotgan bo'lsangiz, direktdan yozing, rasmlaringizni tashlang, erinmanglar o'zingiz uchun va men sizlarga naborlarni aytaman, tushuntiraman qanaqa qilishni kerakligini va sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, hamma ma'lumotlarni yana to'liqroq o'zingiz uchun qilib beraman va siz uy sharoitida bemalol xotirjam chiska muolajasini amalga oshirasizlar.